Bugun sen erkak bo'lasan. Shuni ichasan? Ey, ichmaydik, nima qilasan majburlab? Yana o'sha eski mavzuni boshlama. Undan ko'ra o'zimiz maza qilaylik. Ey, sen aralashma. Bugun men buni erkak qilaman. Buni turishini qara, bu erkaklik xislati yo'q. İçmese, çekmese, yürümese, bu odobli bo'lish ayollarga xos. Erkak bir jaydari bo'lish kerak. Tushundingmi? Aralashma. Ichasan, ol. Erkakmisan? Shuni ichsam erkakman a? Shuni ichganim meni erkakligimni bildiradi a? Abdurashid, seni o'g'ling ham erkak-a? Shubha qilyapsanmi erkakligiga? Yo'q, shubha qilganim yo'q. Ichadimi? Chekadimi? Ey, meni o'g'lim odobli. Uni o'zim tarbiya qilganman. Odobli bo'lish ayollarga xos-u, erkak kishiga ichib chekargan jaydari bo'ladi-ku. Ichib chekkan odam erkak bo'ladigan bo'lsa, nimaga o'g'lingga o'rgatmading? Menga qara, haqiqatdan ichib chekish erkaklikni bildiradigan bo'lganda, menga buni sen emas, dadam o'rgatgan bo'lardi. Tushundingmi? Erkak